Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rgach yig'ladilar. U avval yashagan ne'matli hayotini eslab, bugungi holatini ko'rib, Mus'ab ibn Umayr Makkaning eng boy, eng go'zal, eng ne'matli yigiti edi. Ibn Soq aytadi, Mus'ab ibn Umayr Makkada eng erkatoy, eng farovon yashagan yigit edi. Lekin Madinaga hijrat qilgach, uning hayoti mutlaqo o'zgardi. Termiziy sunanida Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirgan edik. Shu payt Mus'ab ibn Umayr kirib keldi. Uning ustida faqat bitta yamoqli joma bor edi. Hatto u ham butun emas, yamoqlangan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib yig'ladilar. Avvalgi ne'matli holatlarni eslab, bugungi ahvolini ko'rib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni Makkada hashamatda ko'rgan edilar. Keyin esa Uhud kuni shahid bo'ldi. Hatto to'liq kafaniga yararli matosi ham yo'q edi. Buxoriy va Muslim Habbob ibn Arat roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Allohning roziligini istab hijrat qildik. Ajrimiz Alloh zimmasiga tushdi. Bizdan ba'zilar ajrni dunyoda tatib ko'rmadi. Ulardan biri Mus'ab ibn Umayr edi. U Uhud kuni shahid bo'ldi va faqat bitta mato qoldirdi. Uning merosi shu edi. U mato ham to'liq kafanga yetmas edi. Agar boshini yopsak, oyoqlari ochilardi. Oyoqlarini yopsak, boshi ochilardi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, boshini yopinglar, oyoqlariga esa izhir o'simligidan qo'yinglar. Bu sahobalar hayotida ko'p uchraydigan hol edi. Oysha roziyallohu anha aytadilar, bir oy emas, 2 oy emas, 3 oy o'tar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarida olov yoqilmas edi. 3 oy davomida ularning taomi 2 narsa edi: xurmo va suv. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hasr ustida yotar edilar. U zot o'rnidan tursalar, hasrning izi muborak yonboshlarida ko'rinar edi. Umar roziyallohu anhu bu holatni ko'rib yuragi ezildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga dedilar: "Ey Umar, ularga dunyo, bizga oxirat bo'lishiga rozi emasmisan?" Ey Allohning rasuli, Alloh taoloning bandalari foyda oxiratdadir. Haqiqiy yutish oxirat yutishdir. Kim buni anglasa dunyo uchun musobaqalashmaydi. Alloh bizdan oxiratda musobaqalashishlikni talab qildi. Robbingizdan mag'firatiga shoshilinglar. Robbingizdan mag'firatga musobaqalashinglar. Dunyo haqida esa shunday dedi: uni yelkalarida yuringlar, yugurmanglar. Allohdan so'raymiz, bizga fahm bersin, ilm bersin va amal qilishlikni nasib etsin.